Men qayerdaman? Qanaqa joy bu? Hoy, A? Kim bu? nahotki sen buni ko'rmayapsan? Nima narsa? Ko'zingni kattaroq ochib qara. Nima bu? Sen ko'rib turgan bu telefon Honor X9C telefoni. Nu xo'p. Buni nima qilaman? Bu telefon har qanday sinovdan osonlikcha yengib o'tadi. Qo'ysangizchi. Men bunga ishonmayman. Bunaqa telefon dunyoda yo'q-ku. Xohlasang sinab ko'r. Bo'lmasam hozir buni ustida eksperiment o'tkazib ko'raman. Ko'ramiz, sizlarning gapingiz to'g'rimi ekan. Bo'lmasam bu videoda biz 5 xil ekstremal narsalar qilib ko'ramiz. Va biz bilan mana shu Honor X9C telefonini bellashadi. Uning chidamliligini eng ekstremal sinovlardan o'tkazamiz. Uning qanday funksiyalari va bardoshliligini sizni aniq hayratga soladi. O telefon sindimi? Bo'lmasam video boshlandi. Va bizning birinchi o'tkazadigan eksperimentimiz bu kim ko'p sovuqqa chidashi bo'ladi. Ya'ni ko'rib turibsizlar, shuncha muz bor va biz hozir mana bu idishni mana bu apparatning tagiga qo'yamiz. Va bu apparatdan eng muzdek suv chiqadi. Eng qiziq, hozir biz bu idishga mana shu muzdek suvlarni to'ldirib, yetmaganiga ustidan mana shu muzlarni ham tashiymiz. Va bu challenjda har doimgidek men, Sardor va Maqsud qatnashadi. Va biz mana shu eksperimentli challengeimizdan keyin mana shu qo'limdagi Honor X9C telefonini mana shu muzdakka qanaqasiga chidashini ham sinab ko'ramiz. Ya'ni muzdek xodilnikni morozilinkiga tiqib qo'yamiz. Boshlanishiga mana shu muzlarni solib olamiz va muzlarni solib bo'lgandan keyin birin-ketin muzlarga tushishni boshladik va birinchi bo'lib Sardor tushdi. Слишком muzday. 1 2 3 ketdi. Ketdi. Stop ketdi hamma o'rmonli muzlarga. Va shunda Sardor rovni 33 sekund chidadi. Va endi mana navbatim. Sekund bo'ldi. Sketonman. Sekund bo'ldi. Sketonman turibdi. Ko'chma albatta shu like bosib qo'ying. Ana sketonman. 51 sekund. Rekord qo'yildi. 1.9 sekund. Men to'g'risi 10 minut ham tura olardim. Buni hech sezmayman, mana hech joyini sezmayman. Va endi sovuq suvga tushish navbatda Maqsudga. sekund bo'ldi. Va Maqsud bu sovuq suvga 43 sekund chidabdi. Va endi navbat qo'limdagi Honor X9C telefonini qiynashga. Va bu telefon mana hozir sensorlari xullas yaxshi ishlayapti. Va ana endi buni o'zimni xaldinligimni morozilinga solaman. Va kelinglar, bilasizlar, men sizga ichini yashirgan, mana ichini ochaman. Morozilinka hozir birda turibdi-yu. Mana shuni eng oxiriga ko'taramiz, ya'ni 6 ga. Ya'ni eng muzday holda ham bu bilan sovuq chiqyapti. Ya'ni eng muzday holda qana telefonga nimadir qiladimi, buni hozir ko'ramiz. Mana bu postavka bilan telefonni morozilikda qoldiramiz. Bo'ldi, ana endi olib qo'yamiz. Bo'lmasam telefonni ham qo'ydik va ana endi ketdi. Timer ketyapti va rovno 10 minutdan keyin bu telefonga nimadir bo'ladimi yo'qmi? Da, logichni olib qaraganda biz vashiyatda necha minut turdik muzda. Eng ko'p ham 1 minutdan ozgina o'tdim. Lekin bu telefonni men ataylab 10 minutdan ko'p mana shu muzlatgichni eng muzday joyda qoldiraman. Va shunda o'ylashimcha aniq biz yutamiz. Lekin bilasizlarmi, o'rtoqlar, bu Honor telefoni baribir bu muzlatgichdan turib ham bitadi deb o'ylayman, baribir. Chunki bilasizlarmi nimaga? Chunki Honor X9C modeli -30 gradusda ham bemalol chidab ishlar ekan. Va eng qizig'i 6nm texnologiyasiga asoslangan Qualcomm Snapdragon prosessori eng sovuq holda ham bu telefonni barqaror ishlab berishiga yordam berar ekan. Va mana shu katta faktli mana nimagadir Honor telefonni yutish umidimni pasaytiryapti. Yo'q, mana o'zinglar o'ylab ko'ringlar, qanaqasiga telefon -30 gradus ham ishlashi mumkin. Va mana shu narsani ham biz mana shu eksperimentimizda sinab ko'ramiz. 10 minutdan keyin o'rtoqlar уже 10 minut bo'ldi va ana endi bu morozilikni ochib Honor X9C modeli mana eng muzdek xildligini chidoldim ko'ramiz. Menimcha men bu raundni so'z yutaman. Va bof. Bitta sovuq ketdi, xo'p. Telefon вообще muzday yo'q qolibdi. Qo'limizni qotib ko'rmayaptimi? Shu daraja muzlab ketgan telefon. 10 minut mana eng muzday xildligini turgandan keyin ham shedimi yo'qmi ko'ramiz. Shuncha muzday turgandan keyinmi? Bu ko'p telefonlarda уже anaqa temperatura ko'tarmaydigan znak chiqadi. Hatto bunaqa ham bo'lmayapti mana. To'liq xuddi
normaldagidek ishlayapti. Xo'p, ana sensor ishlatib ko'ramiz. Mana, ham knopkasi bosilyapti. Men o'yladimki, biz bu muz challenge yutamiz deb, lekin ko'rdinglar, men 1 minut turdim, Honor 10 minutdan ko'p turdi. Demak, okey, birinchi eksperimentlik challenge'imizda Honor X9C modeli yutdi. Va ana navbat ikkinchi eksperimentda. Nima o'ylashim uchun bunisi aniq. Biz Honorni yuta olamiz. Harakat qilib ko'ramiz. Xuddi shu payt videoga stop. Chunki men hozir sizlarga yana bitta narsa aytmoqchiman. Ya'ni konkurs. Короче, o'rtalar qaranglar, sizlar xuddi mana shu videoda bizni sinayotgan va umuman biz olmayotgan bu Honor X9C telefonini aynan bitta yuta olishingiz mumkin. Va buni atigi ikkita sharti bor. Bu juda ham oddiy. Birinchisi, mana shu videoga albatta like bosasiz va ikkinchi shartiga keladigan bo'lsak, mana shu videoning kommentiga eng ko'p komment yozib qoldirasiz. Bilasizlar, YouTube'ni kommentiga son-sonos komment yozsa bo'ladi. Xohlasanglar eng ko'p komment yiqqan video qo'yinglar. Shu videoni prosta o'tib ko'proq komment yozinglar va men mana shu video qo'ygandan keyin bir 10 kundan keyin, чтобы hamma qatnashga vaqt bo'lishi uchun 10 kundan keyin va o'sha omadli odamni streamda aniqlab, o'sha omadli odamga men Honor X9C telefonini o'z qo'lim bilan beraman. Shuning uchun albatta kommentni portlashinglar va albatta like bosinglar. No, bo'lmasam eksperimentimiz davom etadi. Va endi qilgan eksperimentimiz bu balandlik eksperimenti. Ya'ni biz hozir bolalar bilan bitta-bittadan balanddan sakraymiz. Yutqizga chiqib turadi. Va nafaqat biz, ya'ni har doimgidek mana shu qo'limdagi Honor X9C telefoni ham biz bilan birga qatnashadi. Va qani ko'ramiz, bu telefon mendan balanddan sakrab omon qola oladimi yo'q. Men balandlikdan qo'rqaman, bolalar. Nimaga? Chunki qo'rquv bor, prosta qo'rquv bor. Endi bu oson bo'lgani uchun birinchi o'zim sakrab beraman. Men bu yerda Skype sakrayman. Oy oy oy. Oh. Что-то не то tushdingizmi? Короче, oyog'im sal g'alati tushgandek bo'ldi, lekin o'ylashim bo'yicha amateur davom etaman. Va aning sakrashni albatta maqsadga. Va bu детский deb aytsam, bu juda oson edi. Va endi bu bravo. Tak, osonligiga qarab turib, men fint bilan sakrayman, okey? Va mikrofon bor. Ay, bular qo'rqib ket. Bu bravo ko'zim oldida o'lib ketadi deb o'yladim prosta. Fint qanaqa bo'ldi? Biz hozir o'chamizdan sakradik. Va anini telefon ham sakrab turib qoladimi yo'qmi? Hozir buni tekshirib ko'ramiz. Davay. To'g'risini aytsam, sinib qoladi deb qo'rqaman. Lekin 3, 2, 1 tashlab. Davay. Voy! O'zni eshitdingizmi, brat? Menimcha sindi. Hop, qaraymiz. Yaqinroq. Va Doka. Qanaqasiga? Stop. Qanaqasiga ishlayapti bu? O'ng'ir. Voy, bilin. O'rtoqlar, mana hech yo'l qilmadi mana. Mana dash test qilib ko'ramiz. Bu qanaqasiga bu? Без защиты, bitta ham chizuv yo'q, tushunasizmi? Mana shunga qo'yib qolganman men. Без защиты. Защитный plyonka degan narsa ham yo'q bu yerda. Hatto nimadir yo'qmi? Menimcha biz bu ketishda umuman bu telefonni yuta olmaymiz. Anendigi mana shu Honor X9C telefonini qiynaydigan eksperimentimiz bu mana shunaqa narsalar bilan hozir buni qirishga va yana boshqa narsalar bilan bunga ziyon yetkazishga harakat qilamiz. Aytilish bo'yicha hammasiga chidash kerak ekan. Va bu rostmi yo'qmi hozir buni tekshirib ko'ramiz. Xuddi shu paytda bolalar, nima deb o'ylaysizlar? Mana shuncha narsa bilan biz bu telefonni qiynasak, bu yashab qoladimi yo'qmi? Men o'ylayman hammasi chidaydi, lekin отвёртка qattiq narsa. Men o'ylaymanki, mana bu velkada qirilib ketadi va ekran ishlamay qoladi deb o'ylayman. Buni hozir rostdan ham qirib tekshirib ko'ramiz. Bu eksperimentni o'tkazish uchun bizga taxtacha kerak bo'ladi va aytgancha biz buni o'zimiz ustimizda o'tkazolmaymiz. Shuning uchun ham buni qattiqroq qiynash uchun men mana shu narsalarni olib keldim. Va mana shu har bir mana shu mevachalarni, sabzavotchalarni mana shu telefon bilan birga maydalab ko'ramiz. Boshlashga mana shu qo'limdagi vilka bilan qirib ko'raman. Даже taxta qirilib ketyapti va ana endi telefonni ko'ramiz. 1, 2, 3 marta bor kuchimni qolman mana. 4, 5. Voy! Yashimami qarilib ketdi. Voy, bilin. Mana 6 Hech narsa qilmayapti-yu. O'rtoqlar, qarang, vilkinadan qoldi va ana endi ekranga qaraymiz va kutilgan moment va ishlayapti. Stop. Balkim sensorga nimadir bo'lgandir. Hop. Hammasi ishlayapti mana. Hammanglar, bu birinchisi edi. Va ana navbat mana shu atyorkaga shuni siqarardim-ku. Lekin bundan oldin biz mana bu meva sabzavotlarimizni mana shu telefon orqali maydalab ko'ramiz. Davay. Birinchi bo'lib pomidordan boshlaymiz va pomidor boburov maydalaydi. Va hozir pomidorni men o'zim mana shu telefon bilan kesib ko'raman. Voy, bilin, achkim suyib ketdi vallahi. Tak, yaxshi ketyapti. Voy. Honor telefoni pomidor kesdi va hop, sensorda nimadir o'zgarish bormi? Yo'q, hali ishlayapti. Hammanglar, bu hali eng oddiysi edi. Va eng qiziq hali bora-bora bu mana shu amerikan yong'oqlarini ham chaqamiz. Ana endigi maydalangan mevamiz bu. Mana bu apelsin. Voy, mana shu yomon shred deb o'ylayman lekin. Va bu ishni, maqsud qiladi. Davay, bos. Davay. Hidlari chiqib ketdi, hidlari. Yo'q, qara, shuncha bor kuchi bilan urgandan keyin ham telefon ishlaydimi? Hop.
va da o'rtoqlar prям hech yo'l qilmayapti, bor-ku. Hatto ozgina bo'lsa ham qochish kerak-ku bunchadan keyin. No, hammaylar shuncha ham endi men navbatim va men mana shu bodrimni ostiryapman buni. Va hozir bitta udar bilan buni. Ну-ка. Ay, ko'rdinglarmi bitta udar bilan? Va ana endi yana yoqamiz. Yo'q, qanaqasiga yo'q, bu hatto nimadir bo'lish kerak-ku. Даже ozgina bo'lsa ham qotmayapti ona, даже ozgina bo'lsa ham qotmayapti. Menimcha biz bu kirishda bu telefonni yutolmaymiz. No, lekin aninavat olmalarga 100% bodringdan ham, pomidordan ham kelibsa, mana bu apelsindan ham qattiqroq, mana shu olma. 1, 2, 3. Bu telefon sindimi? Voy, mana qaranglar. Yo'q, eng qizig'i bor-ku. Undan keyin men bunga uraman. Taxtani qarab, yo'q, taxtani qarab olgin. Taxtada izi qolganini ko'ryaptimi? Va shuncha qiynalgandan keyin bu telefonga nimadir bo'ladimi? Yonda ekran yaxshi, va Yana ishlayapti. voy, o'rtoqlar men hammasi sotdim mana. O'rtoqlar, eng qizig'i mana, даже men taxta chegan urdim deb borqichon o'rganda. Mana, yaqindan olgan, даже o't bitta qirilishi yo'q. Va hammaylar endi seriozroq bo'ladi. Va bu ham bo'lsa, mana shu amerikan yong'oqlarni hozir chaqib tashlaymiz. Va o'shanda ekranni sinib ketishi mumkin menimcha. Men ham shunaqa o'ylayapman. Va endi navbat mana shu yong'oqlarni qo'lning telefon bilan majratishga. Bitta-bitta qilib hammasini ketma-ket sinib tashlaymiz. Bo'lmasam endi yong'oqlarni maydalashni boshlaymiz. Bemalol. Hozircha hech qanaqa o'zgarish yo'q va yaxshilayapti. Davaydi, bo'lmasam hozir hamma yong'oqni bitta daqiqa maydalab tashlayman. Vaf, maydalandi. Vaf, maydalandi. Va shuncha yong'oqni maydalagandan keyin ham hozir artamiz bitta changini va yo'q, qanaqasiga bunaqa bu? Nimadir o'zgarish kerak-ku, xatiyami? Taka ishlamay qolib, qotish kerak-ku, xatiyami? Qarang. Stop. Men hozir buni qattiqroq qiynayman. Qarang. Telefonni qo'yaman, ustiga yong'oq qo'yib, mana shu monotugda chaqaman. Ну-ка. Mana yana. Va ana endi shuncha qiynalganimizdan keyin telefonning ahvolini ko'ringlar. Stop, mana sensor nimadir bo'lish kerak. Hozir hech bo'lib bo'lmagan, mana qarang. Mana ekran yo'q qoldi mana. Voy, blin. O'rtoqlar, ko'rasizlar? Bu testdan bu telefonga hech bo'lib qilmayapti. Ya'ni biz yutolmaymiz bu telefonni. Lekin shoshmay esimga tushib qoldi mana. Mana bu atyorka qolib ketdi va anindamat mana shu atyorka bilan qiynashga. Xo'p. Bilasizlarmi aynan nima uchun bu Honor X9C telefoni buncha udarimizga yetadi? Chunki buni ekrani Gorilla Glass texnologiyasi bilan jihozlangan va bu uni mana bunaqa tirnashlardan ancha himoyalaydi. Korpusiga keladigan bo'lsak, bu telefonning korpusi maxsus himoyaga ega va u buni kundalikdagi har xil vaziyatlarda bunga shikast yetmasligi bilan ta'minlaydi. Masalan, men ketaman va telefon bo'lmasdan qo'limdan tushib ketib qoldi. Lekin